Bugungi videomiz qahramoni Chevrolet kompaniyasining mashhur va ishonchli avtomobillaridan biri Chevrolet Cobalt. Agar siz byudjetga mos, iqtisodiy va kundalik foydalanish uchun qulay mashina izlayotgan bo'lsangiz, bu model aynan siz uchun bo'lishi mumkin. Chevrolet Cobalt ilk bor 2000 yillar boshida taqdim etilgan bo'lsa-da, O'zbekiston bozorida u ayniqsa so'nggi yillarda juda mashhur bo'lib ketdi. Bu avtomobil ko'pincha oilaviy foydalanish, taksi xizmati yoki shaxsiy transport sifatida tanlanadi. Sababi oddiy, arzon narx, ishonchlilik va xizmat ko'rsatishning osonligi. Keling, tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. Chevrolet Cobalt dizayni oddiy, lekin zamonaviy ko'rinishga ega. Old qismidagi radiator panjarasi va chiroqlar unga o'ziga xos joziba beradi. Kuzov chiziqlari soddaligi bilan ajralib turadi. Bu esa avtomobilni har qanday yoshdagi haydovchilar uchun mos qiladi. Ichki qismga o'tsak, bu yerda ham minimalizm ustun. Salon keng va qulay, ayniqsa old o'rindiqlar uzoq safarlar uchun mos. Orqa o'rindiqlar ham o'rtacha darajada keng bo'lib, 3 nafar yo'lovchi bemalol joylashi mumkin. Bagaj hajmi ham yetarli, oilaviy sayohatlar uchun ayni muddao. Texnik jihatdan Chevrolet Cobalt odatda 1.5 litrli benzin dvigatel bilan jihozlangan. Bu dvigatel taxminan 105 ot kuchiga ega bo'lib, shaharda ham, trassada ham yetarli darajada samarali ishlaydi. Eng katta afzalliklardan biri yoqilg'i tejamkorligi. O'rtacha hisobda u 100 kunga 6-7 litr atrofida benzin sarflaydi. Bu esa bugungi kunda juda yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Avtomobil mexanik va avtomat uzatmalar qutisi bilan taklif qilinadi. Mexanik variant arzonroq va texnik xizmat ko'rsatishda osonroq bo'lsa, avtomat variant esa qulaylikni xush ko'ruvchilar uchun juda mos. Xavfsizlik masalasiga ham to'xtalib o'tamiz. Chevrolet Cobalt asosiy xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan. Havo yostiqchalari, ABS tizimi va mustahkam kuzov konstruksiyasi. Albatta bu premium darajadagi xavfsizlik emas, lekin o'z sinfi uchun.